Bu duoni qiling. Va buni o'zgartirishligini ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Duo shu: Allohumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. معناته اللهم من سن قلينمن، قلينni o'g'liman, cho'ringni o'g'liman. Mani peshonam, taqdirim sani qo'lingda. Sani hukming menga o'tuvchidir. Sen menga qazo qilgan narsangda adolatlisan. Sani butun ismlaring bilan so'rayman. Sen o'zingni nomlagan butun ismlaring bilan so'rayman. Kitobingda nozil qilgan ismlaring bilan so'rayman. Xalqingdan birortasiga o'rgatgan ismlaring bilan so'rayman. Yoki g'aybda o'zing bilgan, biz bilmaydigan ismlaring bilan so'rayman. Qur'onni qalbimni bahori qilgan, sadrimga nur qilgan, mahzunligimni va g'amlarimni ketkizuvchi qilgan deb duo qilardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Duodagi odobni qarang. Allohim men seni qulingman, qulingni o'g'liman deb Allohga haligi yolvorish odobini, Allohga qanaqa so'rashlik odobini bu duodan o'rganishimiz kerak. Alloh taolo hech bir duoni bo'sh qaytarmaydi. Hadislarda kelgandek Alloh taolo bandasini qo'lini bo'sh qaytarishga uyaladi. Alloh taolodan so'raylik, duo qilaylik. Alloh taolo albatta ijobat qiladi inshaalloh.